Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz qanday qilib AI orqali podkast tayyorlashni o'rgataman. Xohlasangiz o'zbekcha, xohlasangiz inglizcha, xohlagancha podkastlar yaratishingiz mumkin bo'ladi bu AI orqali. Demak, Genspark har doimgidek bu yerda AIlar, ya'ni shu joyga kirsangiz AI Pods degani bor. Shu modeliga o'tamiz va bu yerda mana tayyor chiqadi. Xohlagancha tasvirlaysiz. Hozir men sizlarga o'zbekcha tayyorlashga harakat qilaman. Xohlagan matnni siz copy paste qilib bu yerga olib o'tsangiz shu ma'lumotlarni to'liq holda o'zbekcha podkast qilib ber. Barcha ma'lumotlar podkast davomida aytilsin deb yozib, prompt kiritib so'rov berib ko'ramiz. Hozircha o'zbekcha podkast tayyorlaydi. Inglizchaga keladigan bo'lsak, inglizcha podkastda juda ham kuchli tayyorlasak bo'ladi. Qani, demak bu ketdi so'rov. Anchagina vaqt oladi tayyorlashda, sababi har bitta ma'lumotni o'rganib chiqib, undan keyin uni o'zbekchaga o'girib, keyin podkast tayyorlanadi. Ya'ni podkast qanaqa bo'ladi? Ikki kishi o'rtasida qiziqarli suhbat. Ya'ni bir kishi so'zlab bermaydi, har xil usulda ikkita odam 2 minutlik, 3 minut, 8 minut, ya'ni ma'lumotga qarab podkast cho'zilishi mumkin. Agar ma'lumotingiz bitta kitob bo'lsa, unda ko'proq vaqt, ya'ni 10 minutli, 15 minutli podkast bo'lib qoladi. Podkast to'g'risini aytsam juda ham kuchli, ya'ni o'zbekchada ham yaxshi ma'lumotlar bera oladi. Ya'ni aksenti, ya'ni o'zbekcha aksenti bor. Xo'p, inglizchaga keladigan bo'lsa, inglizchada siz hech qachon anglolmaysiz. Haqiqiy inson podkastda deb o'ylaysiz, ya'ni o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Bu nimaga kerak desak, xohlagan bir kitob yoki birorta narsani ma'lumotlarni podkast usulida yozib olib, uni yo'lma-yo'l yoki ko'chada qayergadir ketayotganda eshitib ketish uchun juda ham yaxshi variant. Ya'ni ko'pchilik o'tirib kitob o'qiy olmaydi. Shuning uchun uni podkast qilib yozib olsa, yana ham yaxshiroq, ya'ni har joyda eshitishingiz mumkin. Xo'p, inglizcha podkastlarda ham xuddi shunaqa qilib listening darajangizni ko'tarishingiz mumkin. Xohlagan bir readingda, artikelda, maqolani siz o'qiy olmadingiz yoki vaqtingiz bo'lmayapti. Demak, shu AI orqali siz kirib, shu ma'lumotni ko'chirib olib, bemalol misol uchun ko'rsatishim mumkin. Bu yerda mana inglizcha artikellarni ochib, misol uchun shu haqida podkast tayyorlab berish, hattoki so'zlarini ham, vokabularilarini ham bemalol ko'chirib olib, podkast tayyorlashingiz mumkin. Bunga vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, ya'ni o'qishga, demak eshitish orqali o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak, har qanday o'rganuvchilar ona tili, tarix, biologiya, shu ko'proq o'qib o'rganadigan fanlar bo'yicha bemalol bu AI siz uchun yordamchi bo'la oladi. Ya'ni uxlayotganingizda ham, xohlagan joyingizda eshitish orqali ma'lumotlarni o'rganib, yaxshi natija qilsangiz bo'ladi. Demak, hozir podkastimiz davom etyapti. Xo'p, shu orqali ya'ni podkast tayyor bo'ladi.
Mana podkastimiz ham tayyor bo'ldi. Uzog'i 5, 10, 10-15 minutda tayyor bo'ladi. Ya'ni qancha ma'lumot ko'p yoki kamligiga qarab tayyor bo'ladi. Hozir eshitib ko'ramiz qanchalik yaxshi chiqqanini. Bu yerda mana tayyor fayl, ya'ni audio fayl MP4 formatida Assalomu beriladi. alaykum tilshunoslik ixlosmandlari. Har birimiz har kuni gap tuzamiz, fikr almashamiz. Lekin so'zlarning gap ichida qanday qonuniyatlar asosida birikishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun biz aynan shu sirli va qiziqarli jarayon, o'zbek tili sintaksisi haqida suhbatlashamiz. Va alaykum assalomu alaykum. Haqiqatan ham bu mavzu xuddi me'morchilikka o'xshaydi. So'zlarimiz bular nima deydir? Alohida g'ishtlar. Sintaksis esa o'sha g'ishtlardan pishiq va ko'rkam imorat, ya'ni chiroyli gaplar qurishning qoidalar to'plamidir. Xuddi shu holatda siz ham xohlagancha podkast tayyorlashingiz mumkin. Bu yerdan download tugmasini bosib, download qilib o'zingiz eshitib yursangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang va do'stlaringizga ham ulashing albatta. Keyingi videolargacha sog' salomat bo'ling.